Bu ishkirda o'qiydigan bir Uyg'ur bolaniki yozgan xat o'xshaydi. Debdi, hozir Shinjongda har bir oilada odamlar ko'p tutilib ketdi. Asosan hamma oila vayron bo'ldi. 6 million odam cho'qim buning ichida vayron bo'lgan oilaning qatorining ichida. Bu soliq ma'lumotlar hargiz oshirma soliq ma'lumotlar emas. G'ul shahrining o'zilamkin 3 million odam bor. 3 million odam bor bir shaharda 13 tal tarbiyalash markazi bor. Har bir tarbiyalash markaziga 20 ming odam patidi. Bu taxi noiladagi tarbiyalash markazini o'z ichiga olmaydi. Anglasa qaraganda Shinjongda hozir odam tutish to'xtatdi, chunki tutilgan odam qolmadi Shinjongda. Shinjongniki yezlarda 90% odam yo'q hozir. 90% odam yo'q. Shaharlar bo'lsa qup-quruq bo'lib qoldi. Nadi bir bozor, nadi bir masjidlarning hammasi vayron bo'ldi. Ona tilimiz yo'q bo'ldi. Ona tiliga aloqador kitob, islomga aloqador kitoblarning hammasi, madaniyatlarning hammasi ko'ydirildi. Ular bizni hozir Uyg'urcha so'zlashga qo'ymaydi. Bizning o'zimizning madaniyatini o'rganishga qo'ymaydi. Har qanday bir yig'ilishlarga ham qatnashga qo'ymaydi. Hatto urug' tuqqanlarnimi o'zaro yo'qlashga qo'ymaydi. O'zaro telefon qilib qo'ymaydi. Natnush kelgan telefonni og'ilib qo'ymaydi. Bizni majburlab xanzular bilan birga tomoq yeyishga, birga uxlashga, xanzular bilan to'y qilishga majburlaydi. Har bir Uyg'ur oilasi har oyda oz deganda 3 qatim xanzular bilan barrikada qilish kerak, yana xanzularning uyida yetib qo'pish kerak. Bularning hammasi majburlikdan bo'layotdi. Hech qanday bir odam buni xohlamaydi. Anglasa qaraganda Shizangda 3 million nüfusniki faqat 16 odam qoldi deb shunday xabar bor. Qolganlar tutilib ketdi deb. Buniki rashalg'aligini bilgib bo'lmaydi. Biroq bir haqiqat shuki, Chenchuango bu dediki 11 million Uyg'urniki hammasi tutilish kerak. Birsin qochilib qo'yib bo'lmaydi degani bu rost. Ular bizni, ya'ni Xitoylar bizni tutishga hech qanday bizni o'ltirishga hech qanday bahona topolmadi. Ular xalqaroniki va Amerikaniki kishilik huquqini daftarni qildi degan gapini qo'rqiblamki bizni o'ltirmadi. Shunga ular bizni tutib sulash va o'zgartib tarbiyalash degandek bahonalar bilan tarbiyalash markaziga yig'ib, kalla yuyish va bizning madaniyatimiz, tariximizni yo'q qilishga urinyotdi. Bu tarbiyalash markaziniki sharoiti shu qadar nacharki, hattoki kirdigan o'pirnig'imi odamlar jahligidan paydo bo'lib turadigan gap. Kunda faqat 2 vaqt tomoq bor. Aytganligi basay sho'rpisi tushligi soat 2 atrofida bir qacha shipan. Bir kunda shu 2 vaqt tomoqdan boshqa yegan tomoqmi yo'q. Normal simizroq odam kirib ketsa, urug'lab chiqadi. Tirik odam o'liga chiqyotdi. U tarbiyalash markazidan chiqqanlari ularniki yaxshilik tutib chiqqanligi emas, balki tarbiyalash markazida o'lay deb qolganda andan chiqyotdi. Ular chiqqandan keyin bir kun yoki bir qancha kun yashaydi. Ko'pinchisi chiqib o'zlatmaylam o'lib ketyotdi. Yoki chiqqan kunni shu kunning o'zilam o'lib ketyotdi. Ko'pincha odam chiqib 2 kun yashayolganlari yo'q. Ular hattoki 10 necha yoshli kichik bolalarni qo'yib bosh qo'ymaydi. Shunday qilib ular 100 necha ming odamni shunday o'ltirib bo'ldi hozir. Ular deydiki, ba'zi odamlarning tutilgandan keyin izlari yo'qolib ketdi deydi. Amaliyotda ularningki ichki a'zolari qizilinib, ichki a'zolari elinib, setilib ichki a'zolarini evilib setib o'tgan.
Şinjandagi kichik bolalar tutilib ketgan kichik bolalarniki ko'pinchisi ichkiridagi doktorxonalarga yetkazilyotidi. Va bu kichik bolalarning jasadi sirtlarda bayqalib, jasadning ichi qop-quruq holatda shundoq bayqalyotidi. Ular nihoyatda ko'p odamni tutdi. Ular tutgan sababdan ularni beqish og'ir maslaga yuz keldi. Kuniga bir basa sho'rp bilan shipan berishmi ular og'ir kelyotidi hozir, beqib bo'lolmaydi. Shunga biz ishkirda qolgan o'quvchilarga birdigan Shinjang yordam o'qish yordam puli degandek topshirgan pullar butunlay to'xtadi. Shinjangniki iqtisodiy butunlay vayron bo'ldi. Shinjang hukumatiga pul qolmadi hozir. Kunda ishkirdan pul talab qilyotidi. Ularniki ham bir siyosati bo'lsa, yetihvoyani birlashtirish. Bu nima degan gap desa, bir oilada bir odam tutilib ketgan bo'lsa, cho'qim shu oiladagi barliq urug' tuqqan, urug' tuqqanlari, ya'ni och singil urug' tuqqanlari tutilish kerak deb bir siyosat chiqadi. Buning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni asossizlamkin bir oilada bir odam turmushga ketsa, hamma odam kirkitish kerak degan bir siyosatni chiqadi. Uyg'urlar hozir chet elning naqshini olsa bo'lmaydi, chet elning kinosini ko'rsa bo'lmaydi, hatto chet eldan kirilgan yemekni yesin bo'lmaydi. Chet el bilan aloqalash texim bo'lmaydi. O'zini men turk qavmidan deyishkim bo'lmaydi. Chuqum o'zi bir Xanzu millatidan ekanligini e'tirof qilish kerak. Bir kun bilan uchrashgan vaqtda men assalomu alaykum degan gapni deyishga bo'lmaydi. Agar shunday degan gap bayqalib qolsa, oz deganda bir yil kesildi. Qur'ondan bir jumla so'z o'qiy oladigan odam, mayli bismillah degan gap bo'lsa-mu, o'qishni bilgan odam 10 yillik kesilyotidi. Davlat naqshisini o'qiy olmaydigan odam 15 yillik kesilyotidi. Meniki Janubiy Shinjongda turishliq bir do'stim menga javob turishini aytdiki, ularning oilasidagi hammadan hozir turmaga kiritibdi. Uzun o'tmay, ya'ni bir qancha kun o'limi kiritish mumkin ekan. Chunki u ishkir bilan telefonda paranglashibdi. Bizning Uyg'ur millati hozir yo'qolish girdobga keldi. Biz nimani xato qildik?